30 sekundda o'lish kerak kodlarsiz. Nu mayli. Birinchi bajar. Nu mayli akalar. Hozir timerni qo'yib olay, lekin sizlarga ko'rmasligi mumkin. Hozir 30 sekund ichida o'lishga harakat qilaman. Balki qila olmasman. Chitlarni yoqmaydi. Hech bora kerak emas. Tinch qilib qo'yish kerak. Oson tursin. Hardcore qilib qo'yaymi? Akalar, mana hozir challenge ham bajaramiz. Hop akalar. Challenge ham bajarib qo'yamiz. Tilish bilan timer qo'yaman, lekin sizlarga ko'rmaydi. Montaj qilingan. Hop akalar, qanchadir sekundlar o'tyapti. Motor qilish kerak. Chakra. O'l. Iltimos. Dronlar qani? Toplennik qani? Toplennik qadrdonmi? Toplennik. Ya, bo'ldi madiga. Mana bu joyda. Mayli akalar. Mana challenge bajaramiz. Baribir bajaramiz. Xolos, oson gapdir. Bu safar seriously bajarishimiz shart. Bo'lmasa bo'lmaydi-da. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hop. Tezroq spawn bo'lsa, mana tezroq timer qo'yar edim. Tayyor turibman. Nega montaj qilmagansan deb so'ramanglar. Ketdi. Lava bormi? Lava. Yo'q. Bomba shekilli. Qani, nimadir yo'qmi? Hech bola yo'qmi? o'n 17 sekund o'tdi. Nimadir qilsin. Tepalida spawn bo'lsa bo'lmaydi. Bitta sakraydim o'lardim. Просто dunyo rekordini oladi. Ayya, bo'ldi, hech bora qilolmayman. 28, 29, 30. Nimaga? Nimaga turmush challenge qiyin bo'lyapti-yo? Modlar bilan ham 30 sekund to'plamasam kerak. Xo'p. Kodlar degani mana shu tilim bilishib qo'yapti. Voy. Okalar. Shunaqangi qiyin challenge beradimi? Akalar, normal bo'p hozir. Timer bosishdan chiqib qopti. Qimalaganim yo'q akalar. Hech bolaga qaraganim ham yo'q. Ketdi. O maya sakraymiz. Voy, suv aka.
Ey, o'ladigan narsa yo'q. Ya 30 ya o'tib ketdi tabachi. Bilsam o'xshamadi. Voydat, nimaga? Nimaga? Xo'p, akalar. Nima qilish tushunmadim. Qanday o'lsa bo'ladi? Kod yozish mumkin emas. O'tishi o'tmas, yarim soat to'g'riroq olardi deb hazillashsam unda bilan olardim. Qimilganim yo'q akalar. Hozir taymer qo'yaman. Ketdi. Qani. O'ladigan joy bormi? O'ladigan joy bormi? O'ladigan joy kerak. Iltimos o'lgim kelyapti. Ayyo, bunday bo'lolmaydi. Taymer 18 sekund. Hech vaqt qilolmayman. O'ladigan narsa yo'q-da, seriously. Tepadan spawn bo'lsam cho'kdi. Ba'zi vaqtlar shunaqa tepadan spawn bo'ladi. O'lish 30 sekund o'lish tugur, 2 sekund o'lish bo'ladi. Aytgancha 34 sekund bo'ldi. Chiqib ketamiz. Yangi dunyo yaratish. Oddiy tura qolsam, shunda tezroq bo'ladi. Jon tezroq ketadi. Sложно qilmoqchi edim. Endi g'amchilik ketardi. Jon ancha ko'proq ketadigan bo'ladi, akalar. Seriyozroq bo'ladi Minecraft. Sложно ko'ramiz. Agar shunisi ham o'xshamasa, sложно qilamiz. Hozir normal turibdi, mana inglizcha yozgan. Lekin oddiy, g'alati, normal, oddiy. Hard qilgan. Tayyorman. Ketdi. Ayya, bo'lib ham olmaymiz. Nimaga? Tepadan spawn bo'lmayman. Qani, uraman. Kimdir o'ldirgim kelyapti. O'lgim kelyapti. 21 sekund ketyapti. Hozir o'ynaymiz. Ayya, bilgirmayman, hech balo bilgirmayman. 29:30 voy. Qilaman baribir. Qilaman. Hozir tepadan spawn bo'ladigan joy seed bor, lekin seed ishlatish mumkin emas deyilgan. Survivalda. To'g'ri seed ishlatish mumkin, lekin u seed bilan qilish baribir qiyin-da, seedlar bor. Shunda tepada spawn bo'ladigan. Challenge bajarayotganda. Asta. Xo'p, akalar. Kutamiz endi. Qilolmasam, tarolaman. Boshlandi akalar, nima qilyapti? Ayyo, hazillashdim. To'xtanglar. Stop. Endi boshlayman. Hozir nito bo'lib qoldi. Emosiya kirib ketdi. Qo'limga ham ketdi. Kaktus qani. Yaxshi, normal joyda spawn bo'ldim. 10 sekund. Yaxshi. O'ldim, cho'tka akalar, bo'ldi, tamom. 17 sekundda challenge bajardik. O'zi necha marta qilganim esimdan chiqib qoldi. Ko'p qildik, lekin 17 sekundda challenge bajardik. Mayli akalar. Hammaga xayr, sizlar bilan saviyaloman bo'ldim. Hey yo.